Natsistlar partiyasi maqtab, uçurilib ko'tarilgan bu programma amaliyotda ishchilar, töven qatlam, o'ttir burjuaziya va dehqonlarni aldaydigan cho'ng dash qaynoq edi. Uningdagi fikrlar bakmu chechilangu, bir-biriga zid bo'lib, butunlay o'z atrofiga odam to'plash, vaziyat yoritish uchunla oldirab tinab tuzib chiqilgan. Programma mazmuni 4 bo'lakka bo'lingan. Programmaning birinchi bo'lgida Gitler German millatchilarining davlat qurish fanjinini o'ttirg'i qo'yib, Versal bilan San Germaniya tinchlik kelishimini amaldan qoldirish, barliq germanlarning buyuk Germaniya davlati birligi kelishi hamda mustamlikalarga ega bo'lishini talab qildi. Gitlerning keyingi harakat nishoni buning ichida bo'lib, bu bosh minister bo'lgandan keyin buyuk Germaniya davlati tushini amalga oshirish maqsadi boshqa turib planlab, Avstriya va uningdagi 6 million germanni, Sodet rayoni va uningdagi 3 million germanni qo'shib oldi. Polsha qatorliq davlatlarga hujum qilib, Danzig va Polsha chegarasi ichidagi asosan germanlar o'ltiraqlashgan ba'zi rayonlarni qo'rshib oldi. Programmaning ikkinchi bo'lagida milliy davlat qurish tasavvuri o'tirg'i qo'yilgan. Shuning bilan bu davlatda germanlarning qini bo'lganligi odamlar, milliy yo'ldosh hisoblanganligi odamlar puxra bo'ldi. Yahudilar va german bo'lmaganlar, ya'ni milliy yo'ldosh emaslar, birdek davlat puxrasi bo'lmaydigan bo'ldi. Bu nima degan vahshiyona qilmish. Shuning bilan bir vaqtda german emaslarning davomli turda Germaniyaga kirishi cheklandi. 1914-yili 2 avgustdan boshlab Germaniyaga ko'chib kirgan german emaslarning hammasi darhol Germaniyadan ayrilishga majbur qilindi. Bu inson qalbidan chiqqan shaxsiyatchilik. Davlat va butun aholini boqolmayotgan bir ahvolda yot millatlar bo'lgan puxra emaslarning qo'g'lanishi, milliy davlatda Rim qonunining Germaniya umumiy qonunining o'rniga dasishi, milliy armiyaning qurilishi va qudratli davlatda huquqning markazida bo'lishi va hokazolar yerlik hukumatlarni mutlaq nopozga ega qildi. Ular nashriyot, axborot sohasini qo'lga olib, Yahudiylar va chet el kishilarining so'z erkinligini bekor qilibdi. Milliy davlatning ichki qismida shaxsiy manfaat ommaviy manfaatga bo'ysunish prinsipi yo'lga qo'yildi. Bu har qaysi sinflar milliy manfaatiga bo'ysunishi kerak deganlik bo'lib, milliy manfaat dal Germaniyani qaytadan bosh ko'targizib, jahon zo'migiri qilishning o'zi edi. Programmada Gitler qatorliqlar yana mehnat, ajrsiz keladigan kirimlarni amaldan qoldirish, ijtimoiylashgan barliq teresetlarni davlat ixtiyoriga o'tkazib berish, davlat yirik sanoat foydasidan tang bahramon bo'lish, yer ijorasini amaldan qoldirish va yer hayonkashligini cheklashni o'z ichiga olgan ijtimoiy islohot talablarini o'tirg'i qo'ygan. Buningda yana vatan sotquchilar, jazoni xo'rlar, hayonkashlarga o'lim jazosi berish, sog'lom o'tirib burjuaziya sinfini saqlab qolish, monopoliya xarakteridagi cho'ng turli mollar magazinlarini umumning ixtiyoriga o'tkazib olib, ushoq savdogarlarga arzon bahoda ijaraga berish talab qilindi. Bu talablar direksiyalar bilan Federning qattiq turishi orqasida programmaga kirgizilgan bo'lib, balkim ular davlat sotsializmi ishidagi ma'lum sotsialistik narsalarga rostdan ishinib ketgan bo'lishi mumkin. Gitler bo'lsa ularga tang kelanmagandan keyin unda qozonga mundoq jumushlab, mushkul ahvolda turayotgan to'van qatlamdagi xalqning kayfiyatiga moslash uchun bu shiorlarni to'van qatlamdagi xalqlarni jalb qilishdagi angushlar qilib olgan. Shunga bu jihatdagi mazmunlar ijro qilinmay, nazariya fetishchilar taxti beshiga ilib qo'yilgan. Yirik sanoatchilar va pomishiklar ota-onaga o'xshash natsistlar partiyasining qo'rsqini to'q, kiyimini butun qilayotgan. Ularga zo'r turkumdagi iyoni pullarni berayotgan. Gitler ularga minnatdorligini bildirib bo'lolmayotgan tursa, qandoqmi ularning manfaatiga ziyon solg'ili bo'lsin. 25 moddalik programma e'lon qilinib uzun o'tmay, Gitler Germaniya ishchilar partiyasining nomini Milliy sotsializm Germaniya ishchilar partiyasi deb o'zgartirdi. Myunxenliklar bu partiya murtlarini natsistlar deb atadi. Shuning bilan natsizm milliy sotsializmning qisqartirilib atilishi bo'lib qoldi. Milliy sotsializm ideyaviy eqimi urushda mag'lub bo'lgan Germaniya burjoziyasining ehtiyojiga toza mos keldi. Germaniyani qandoq qilib qaytadan bosh ko'targizish ko'yida bosh qotirayotgan yirik burjoziya sinfining siyosiy yo'llari va nazariyachilari muhokama qilayotgan markaziy tema birinchidan Germaniyada bolshevik inqilobi yuz berishning oldini olish,
ikkinchidan Germaniya ishchilarini internasionaldan ayirib milliylashtirish edi. Shunga ular germaniyaliklar sinfiy kurash qilamiz deb o'zaro qirg'in qilishmasdan birdek ittifoqlashib intiqom olishga tayyorlanishi, miltiqining uchini sirtqa qartib German millatidan emaslarga qarshi turish kerak deganni kuchab bozorga soldi. Ularning bu iddiasi Gitlerning milliy sotsializm muqomiga tankash bo'ldi. Gitlerning natsist partiyasi mana mushundaq ahvolda o'ngishli holda maydonga chiqib bosh ko'tardi. Sesq nomi pur ketgan bu partiyaning belgisi balkim hammamizga tanishliqdir. Bu belgi tushirilgan bayroqmi dal mushu chaqda dunyoga kelgan. Gitler ammada aql idrak bo'lmaydi. Ularni qizg'inlik orqali qo'zg'atish, ondan aqliy hoshini yo'qotgan bu odamlarni ro'shan simol xarakterlik narsa bilan yetaklash kerak. Buning uchun bir bayroq lozimdak turdi deb qaradi. Gitler uzun vaqt qattiq bosh qotirib o'ylanish va inchki planlash natijasida tegi qizil, markazi oq chambar, o'tirsiga qora natsist belgi qilingan bir bayroqni o'ylab chiqdi. Bu bir haqiqiy simol edi. U mening kurashlarimda zo'qlanib, qizil rang harakatimizning ijtimoiy ahamiyatining simoli, oq rang millatchilik ideyasining simoli. Natsist belgisi Ariyallar g'albisini qo'lga keltirish ko'rishidan iborat burishning simoli deydi. Natsistlar mana mushu yomon g'arazlik bayroq ostida sur to'qay qilib, urush qo'zg'ab, sansizlig'an jonliqni kulga aylantirib etdi. Begunoh kishilarni fojialik taqdirga duchor qildi. Vaholanki, Gitler o'zining bu alohida ijodiyatidan zo'qlanib mast bo'ldi. Bu ishlarni qilib bo'lgandan keyin Gitler partiyaning huquqini qo'lga olishning tayyorligiga tushdi. U qarniyatini ishga oshirish uchun natsistlar partiyasini butunlay o'z changaliga kirgizish, natsistlarni to'liq kontrol qilish lozimligini obdan tushunatdi. Shunga Gitler darhol ishga kirishdi. 1921-yil yoz. Gitler natsistlar partiyasining rahbari sifatida Berlinga kelib, Shimoliy Germaniya millatchilari bilan aloqa bog'ladi. U yo'q chaqda natsistlar partiyasining komitetidagi boshqa a'zolar uni rahbarlikdan og'dirib etish payti yetib keldi deb hisoblashdi. Chunki Gitler ularga bakmi zo'ravonlik qilib ketgan. Ular Janubiy Germaniyadagi shundoq ideyadagi tashkilotlar bilan, bo'libmi Germaniya Sotsiallar partiyasi bilan ittifoq tuzmoqchi bo'lishdi. Bu partiya Gitlerning ashaddiy dushmani va raqobatchisi edi. Komitet a'zolari mushunda qilsak Gitlerning o'rni tuvallaydi deb qaradi. Gitler o'z o'rnining tahdidga uchrayotganligini sezgandan keyin darhol Myunxenga qaytib kelib, partiyadan chekinib chiqaman deb ularni yomon yerdan tutdi. Bu chaqda Gitler bu partiyaning eng asosiy xodimi bo'lib qolgan. Partiya rasxotini asosan shu to'playdi. Shu sababdan komitet a'zolari darhol uningdan kechirim so'radi. O'rni mustahkamlangandan keyin Gitler o'zining partiyaning birdan-bir dohisi bo'lishni, mustabid huquqiga ega bo'lishni, komitetni amaldan qoldirib etishni, Setrecherning tashkilotiga o'xshaydigan boshqa tashkilotlar bilan eg'iz burun yalishishni to'xtatishni talab qildi. Boshqa komitet a'zolarining qarashicha, bu talablar bakmi haddidan eshib ketgan. Shunga ular kollektiv holda qarshi chiqdi, lekin Gitler qattiq qo'lliq bilan ularni bostirdi. Partiyaning ikki qaytimliq favqulodda yig'inida Gitler partiya nizomnomasiga tuzitish kirgizdi. Komitetni amaldan qoldirdi. O'zi raislikni ustiga elib, mustabidlik huquqiga ega bo'ldi. 1921-yil iyunda Gitler komitet a'zolarini dohiy prinsiplarni qabul qilishga majburladi. Bu prinsiplar boshda natsistlar partiyasining partiya intizomi qilindi. Keyin 3-imperiyaning davlat qonuniga aylandi. Gitler Germaniya tarixida Führer degan nom paydo qildi. Gitler yana taraf-tarafga chepib, pul, iqtidorli odamlarni to'plashga boshladi. Puldorlar bilan yaqinlashib, ularga xushomat qilib, chiroyli gaplarni qilib yurib, ulardan pul undirdi. Bu ishlarni u shunchalik ustulik bilan qildiki, nurg'un boylar uni yoqtirib kelib, mardlik bilan pul berdi. Pianino zavodining boshlig'i, boy savdogar Behesteinning ayoli Helena Gitlerni tunji qitim ko'rishidilar. Uning salofati, o'y fikrlaridan hayronu has qilib, Germaniyaning yosh nijotkori deb maqtagan edi. Gitler bu oltin to'kiladigan daraxtga chin esildi. Helena uning ko'p pul berib, natsistlar partiyasining asosli iqtisodiy manbalaridan biri bo'lib qoldi. Helena yana uni nurg'un puldorlar bilan uchrashtirdi. Bu yosh qutratquchi paytni tanlashga usta, notiqlikda,
xoshamatli kamolatga yetganligi uchun boy g'ojamlarning beshini aylantirib o'ziga moyil qilib oldi. Shuning bilan ular nurg'un pulni natsistlar partiyasining qonliq og'ziga tiqdi. Natsistlar partiyasining omadi kelib, pul degan salda kelishga boshladi. Eng bosh og'ritadigan iqtisodiy masala shu yo'sinda hal bo'ldi. Siyosiy sahnada put terab turish, ishni obdan qilishdan pul bo'lsa kifoya qilmaydiganligi. Iqtidorliq, qobil, ishonchlik bir turkum partiya a'zolari bo'lmasa bo'lmaydiganligi Gitlerga ayon. Shundoq bo'lg'achqa, u bu jihatga diqqat qilib, keyingi ishlariga ta'sir ko'rsatadigan bir turkum a'zolarni partiyaga qabul qildi. Bularning ichida Ernest Röhm, Rudolf Hess, Hermann Göring qatorliqlar bor. Tövende biz arka-arkadan sahnaga chiqadigan bu muhim shaxslarni tunishtirib o'taylik. Ernest Röhm Myunxendagi quruqliq armiya 7-urush rayoni shtabining kapitani bo'lib, Germaniya ishchilar partiyasiga Gitlerdan burun qatnashgan. U harbiy bo'lgan, oldingi safga borgan. Jangda burnining yermidan ayrilib qolgan. Yuzimi tatuqlar bilan to'lgan. Gitlerga o'xshashdan u demokratik jumhuriyat va atalmış noyabr jinoyatchilariga bak o'ch edi. U shafqatsiz, qobiliyatli, zaharxanda, jur'atlik va yuraklik, kuchli tashkillash iqtidoriga ega bo'lib, tunji turkum natsist chumoqchilarini tashkillashga qatnashgan. Keyin bu tashkilot taraqqiy qilib, SAchilar atirti bo'lgan. Uning Gitler bilan xususiy munosabati nihoyat obdan edi. U bir mahal Gitlerning eng ishonchli odami bo'lgan. Lekin yaqin munosabatmi Gitlerning uni ko'zdan neri qilib o'tishini to'siy olmadi. Chunki u Gitlerning yuqoriga yomishig'i to'salg'i bo'lib qolgan. Shunga Ernest Röhm 1934-yili SAchilar atirti bilan birlikda Gitler tarafidan tozalab etildi. Rudolf Hess natsistlar partiyasiga 1920-yilning boshlarida kirgan. Uning dadisi Aleksandriyada turadigan germaniyalik import savdogari edi. Germaniya urushda mag'lub bo'lgandan keyin uning import savdogari bo'lish orzusi ko'pikka aylandi. U Myunxen universitetiga kelib, tarix, milliy iqtisod va yerlik siyosat o'rgandi. Siyosiy faoliyatlarga qatnashdi. U universitetdagi chaqda Germaniyani qaytadan dastur g'uzg'uchi odam qanday bo'lishi kerak degan ilmiy maqola yozib, mukofotga erishgan. Buningda u mundaq yozgan: "Bu odam xalq ichidan chiqqan, buyuk ixtisoslik mustabid bo'lishi, u oxiri qalbi qazina olmaydiganligiga ishonishi, kishilar qalbini mahliyo qiladigan nutqlari bilan ommaning olqishiga sazovor bo'lishi, shuningdek omma bilan qilchi o'xshashligi bo'lmasligi, zo'r masalalar qon va po'lat tarafidan bekitilishi kerak." Bir qatimliq yig'ilishda u Gitlerning nutqini anglab, uning butunlay qoyil bo'ldi-da, uni tasavvurdagi ulug' dohiy deb qarab partiyaga kirdi. Uning xususiy kotibi bo'ldi. Partiya xizmatini boshqardi. Oxiri berib Führerning vakili bo'ldi. Hermann Göring urushdan keyin Myunxen universitetiga kelib iqtisod o'rgangan. U urush vaqtidagi Germaniyaning mashhur kurash qahramoni bo'lib, Germaniyaning urush mazgilidagi oliy darajalik medali, xizmat ko'rsatganlik medaliga erishgan. Urushdan keyin u boshda Daniyada, keyin Shveysariyada bir mazgil transport aeroplanining uchuvchisi bo'ldi. 1921-yili Gitler bilan tanishib, Gitlerning sehriy kuchiga bosh urdi. Partiyaga mardlik bilan pul iyoni qildi. Hamda Romning SAchilar tashkillashiga yordamlashdi. 1922-yili SAchilarning atraf boshlig'i bo'ldi. Gitlerning atrofida aksiyatchi ofitser, kommunist ziyolilarga qarshi qeri jangchilardan boshqa yana bir turkum luhchak proletariyalarmi bor edi. Masalan, Ulrich Graf, ishdan sirtqi chelishchi, qassobning yordamchisi, dangliq jidalxo'r mushlashchi edi. Christian Weber Myunxendagi bir qahvaxonaning qo'g'dug'uchisi bo'lib, pivdesi jenini berdigan dangliq qaroqkash edi. Emil Auris, soatchi, pul moldisi jenini berdigan bir turkum odamlar Gitlerning qo'g'dug'uchisi bo'ldi. Sobiq armiya muxbiri Esermo Gitlerning ishonchiga erishganlarning biri edi. U qutratqullik qilishga, yolg'on gaplar bilan ommani qaymoqtirishga usta. Intayin past va shalloq gaplarni va ishlarni qiladi. Ish qilganda vaqt tanlab o'ldirmaydi. Gitler ularga bakmi yo'l qo'yib, kamchilik qiladi. Shunga bu odamlarmi Gitlerga bak cho'qinadi. Ittak sodiq edi. Mana bular Gitlerning partiya beshig'i chiqib, uzun o'tmay o'z atrofiga to'plangan odamlar. Bir odam yo'l topsa, to'g'ri ishlarni nap opdi degandek, Gitler taxtga chiqqandan keyin ularmi bir mahal jahon surgan zotlardan bo'lib qoldi.
Natsistlar partiyasi tashkilotining zo'rayishiga ergishib, Gitlerning qarnitimi kuchayishga boshladi. U qudratli bir fashistik partiya qurib chiqib, uni qurol qilib turib, hokimiyat darvozasini ochmoqchi bo'ldi. U taqatsizlikda o'ltirolmay qoldi. Bu chaqda Germaniya vaziyatida o'zgarish ko'p bo'lib, krizis qatma-qat edi. Siyosiy voqealar uzluksiz yuz berib turardi. Muhim amaldorlar pat-pat o'ldirildi. Gitler fursat keldi deb qarab, Bavariyadagi o'ng qanot kuchlar bilan birlashib, hozirgi hukumatni og'dirib tashlab, hokimiyatni o'z qo'liga olish uchun siyosiy o'zgarish qilishga faol tayyorlik qildi. Urushdan keyin Germaniyada xalq intayin qiyin kunga qoldi. Versal tinchlik kelishimi Germaniya iqtisodiga qattiq zarba berib, Germaniya egiligini qalaymaqon qilib etdi. Wilhelm Kono bosh ministr bo'lgandan keyin tashqi siyosat fanjinini o'zgartib, to'lam puli to'lashni rad qildi. Bu tufayli Fransiya, Belgiya askar chiqarib, Germaniyaning muhim sanoat rayoni bo'lgan Ruhr rayonini besib oldi. Bu hol Germaniyaning xom ashyo va sanoat mahsulotini qattiq to'vallatib, vaziyatdagi qalaymaqonchilikni kuchaytirib etdi. Mark qimmatining tushib ketishi bilan Germaniyada 3-qitimliq millatchilik to'lqini ko'tarilib ketdi. Gitler sezgurlik bilan vaziyatdagi o'q-to'ri hidini sezib, Ruhr krizisini Sotsial Demokratlar partiyasi qurgan Weimar Cumhuriyetini ag'dirib tashlashning tepilmas fursati qardi. 1923-yilning boshlarida Gitler uyan-buyan chepib yurib nutq so'zlab, Yahudilarni yo'qotayli, Fransiyliklarni va sotsiallarni yo'qotayli degan shuarni o'tirg'a qo'ydi. Noyabr jinoyatchilarini darg'a asayli deb cho'qon soldi. Shuning bilan bir vaqtda o't qo'yruqlik qilib, hamma yerda kishilarni kuch ko'rdi. Romning taklifi bilan fevralda Natsistlar partiyasi, Egizlik ittifoqi, Vatan birligi uyushmasi, Bavariya jangchilari jamiyati birlashib, Vatandoshlar jangovar ittifoqi birlashma xizmat tashkilotini qurdi. Gitler uning siyosiy dohisi bo'ldi. Ishchilar uyushmasi, Sotsial Demokratlar partiyasi va Kommunistlar partiyasi 1-may xalqaro emgakchilar bayramini xotirlash yuzidan an'anaviy yig'ilish va namoyish o'tkazdi. Shu kuni Gitler birlashma xizmat tashkilotini Bavariya ishchi, dehqon, askarlar Sovet Cumhuriyeti bostirilganligining 4 yilligini tabriklab, solchilarga ig'vogarchilik selishga qoyil qildi. U namoyish qiladiganli bo'lsa, mening jasdim dastlab o'zsun deb jar soldi. Sentabrda Gitler Germaniyaning 1870-yili Sedanda Fransiyani yenganligining 53 yilligini xotirlash yuzidan Nyornbergda o'tkazilgan ommaviy tabriklash yig'inida keskin so'zlar bilan markaziy hukumatga qarshi nutq so'zlab, Cumhuriyatni yo'qotayli, Versal tinchlik shartnomasini yirtib tashlayli deb shuar to'ldi. Yig'indan keyin ular Germanlar jangovar ittifoqi degan yanada qudratli bir tashkilotni qurib chiqdi. Gitler yuqorqi tayyorlik xizmatlaridan keyin harakat qo'llanib, qurolli siyosiy o'zgarish qilishni qaror qildi. Iroq Italiyadagi fashist Kattavash Mussolinining 1 yilning oldida murtlarini boshlab Rimga yurish qilib, osonlik g'albiga erishganligi Gitlerning ko'zini ochib qo'ygan. Shunga u Berlinga yurish qilishga rahbarlik qilish o'yini o'ynab, hokimiyatni tortib olishga o'yli bo'ldi. Ular Bavariyaning 3 kattavishini tutib kelib, ularni o'z talabi bo'yicha huquq yurgizishga majburlashga bel bog'ladi. Bu 3 kattavash shtat boshlig'i Karl, Bavariyada turishliq davlat mudofaa armiyasining qo'mondoni general Otto von Lossow va shtat soqchi idorasining boshlig'i polkovnik Hannes von Seserlar edi. Bundaq bo'lganda Bavariya hukumati qurolliq guruh va Bavariyadagi davlat mudofaa armiyasining qo'llashi bilan Bavariyadagi kommunistlarga qarshi barliq kuchlarni o'z rahbarligi ostida ittifoqlashtirib, hokimiyatni tortib olaydi. Gitler hozirgi vaziyat kirichini tortib qo'ygandikiga o'xshash. O'qni atmasam bo'lmaydi deya yerga keldida, darhol harakatlanishni qaror qildi. Gitler 4-noyabrdagi jangda qazo qilgan ofitser askarlarni xotirlash yuzidan o'tkazilgan yig'ilish fursatidan foydalanib, Karl boshliq 3 kattavashni qo'lga ilib, inqilobni jakarlamoqchi bo'ldi. Lekin kutilmaganda koshida tufaylidan maqsadiga yetolmay, oxiri savrchanlik bilan kutib turishga majbur bo'ldi. Fursat oxiri yetib keldi. Karl boshliq 3 kattavash 8-noyabr kech shahardagi pivoxonada hukumat yo'lga qo'ydigan programmani muzokara qilishni bekitdi. Karl 3000 anglag'uchiga so'z qilayotganda, Gitler odamlar to'pini yerib zalga kirib keldi.
Es'achilar darhol darvoza oldiga pulemyot o'rnatib, pivoxonaning kirish chiqish eshigini qamal qildi. Gitler anglag'uvchilarning diqqatini o'ziga qaratish uchun bir shira ustiga chiqib, havoga qaratib o'q otdi-da, butun mamlakatda inqilob boshlandi deb varqirdi. Anglag'uvchilar nima qilarini bilolmay gangirab, ko'zlarini chaqchaytib, og'zini ochib, Gitlerga qarab turib qoldi. Karl darhol so'zdan to'xtab, g'appida tikvatmoqchi bo'lib sahnadan tushdi. U qattiq qo'rqib ketgan, chiroyi tomdek totirib titrab ketdi. Gitler his va jidalxo'r grafning hamrohligida sahnaga chiqdi-da, ullik so'z qildi. Bu yerni 600 nafar qurolli xodim ishg'ol qildi. Zaldan hech kimning ayrilishiga ruxsat qilinmaydi. Ko'pchilik tinchlaninglar. Bo'lmasa, zaldagi pulemyotning o'qi odam to'nimaydi, deb varqirdi Gitler. Bavariya hukumati ag'dirilib, hokimiyat vaqtliq hukumatning qo'liga o'tdi. U quruq teri taraqishib, vaziyatdagi jiddiylikni oshirish uchun monolarni qo'shib qo'ydi. Davlat mudofaa armiyasining va saqchilarning gazarmalari ishg'ol qilindi. Armiya va saqchilar natsist belgilik bayroq ostida shahar ichiga qarab ilgirlamoqda. Ammo nima voqea yuz berganligini bilolmay, gangrab bir-biriga qarashdi. Biroq ular bu gaplarning rostligini, tapancha, pulemyot, miltiqlarning o'zlariga qaratilganligidan, es'achilarning yovuzlik bilan humuyib qarishidan bildi. Ular darhol bosh egdi. Gitler Karl boshliq 3 katta boshqa o'zi bilan billa yondagi uyga kirib suhbat o'tkazishni buyurdi. Karl qarshilik qilmoqchi bo'lib edi, Gitler tapanchani uning ko'krigiga tirdi. Karl shu an bo'shashdi. Bavariyaning eng cho'ng 3 amaldori yavaşlik bilan Gitlerning kaynidan mangdi. Uchaylan yondagi uyga kirishi bilan tang Gitler ishni yapdi. Tapanchisini pulanglatib, gah o'zini, gah ularni ko'rsatib, "Sizlar yaxshisi gapimga kiringlar. Men bilan inqilobga qatnashib, yangi hukumatga kiringlar. Men bergan o'rin martabini qabul qilinglar", dedi. Hamda ularga katta mansablarni berdi. Ro'shanki, ular buningdan qilchi ta'sirlanmay, bir xil masxirlik sukutda o'ltirdi. Ularning nazarida Gitler texi amdol bosh ko'tarib chiqayotgan chuprandi edi. Gitlerning g'ujida ochiqi keldida ularga qaynab ketdi. "Tapanchamda 4 boy o'qba. Mening bilan hamkorlashishni xohlamasanglar, uchini sizlarga, birini o'zimga qoldirman." Gitlerning gaplari hech qanday unum bermadi. Bavariya hokimiyatini tutib turg'uvchi bu 3 kishi uning bosh egilgandek qilmadi. Gitler qanday chiroyli so'zlarni qilsin yoki yomon gaplar bilan tahdid solsin, ular uniga agishib menishga qo'shilmadi. Gitler osal bo'lib, nima qilarini bilolmay qoldi.